Assalamu alaikum. Dünyanın her kaysı joylaridagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlarım. Men Dünya Uyg'ur qurultayıga vakolatan butun dunyodagi vatan ichi va sirtidagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimning Qurban hayitini tabriklayman. Hammamizning Qurban hayitimizga muborak bo'lsin. Aziz qarindoshlarım, mana bugünkidek hayit xo'shallik kunlariga yetib kelgan vaqtida afsuski vatanimizda aziz xalqimiz Xitoyning mudhish changili ostida irqiy qirg'inchilikqa duch keldi. Mana shundaq xo'shallik bayram kunlarida vatanimizda izilayotgan aziz xalqimizni eslaganimizda ichimiz içişidi ve ko'nglimiz yerim bo'ladi. Aziz qarindoshlarım, vatanimizda izilayotgan xalqimizning ahu feryadi, chet elde dava elib berayotgan vatanimizning mustaqillik, erkinlik, hürlük davasını qilayotgan Dünya Uyghur Qurultayı ve fidakar qarindoshlarımizning tirishchanligi bilan Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosati bu vahşi cinayeti xalqaro jamoatchilikka oshkora bo'ldi ve xalqaro jamoatchilik Xitoydan bunun hesabını so'rash oldida turmoqda. Mana shundoq xalqliq bir paytda biz bütün Sharqiy Turkiston xalqi birlik sepimizni, inoqligimizni texmi kuchaytib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi texmi yuqori pallada davo ilib berishimiz ve mustaqillik kurashimizni texmi kuchlik holda ilib berishimizga to'g'ri keladi. Aziz qarindoshlarimiz, hammamiz birlashayli. Qurban hayiti munosabati bilan hammamiz inoq, ittifoq şekilde hayitni o'tkazayli. Hammamiz bir bo'layli. Vatanimizni albatta bir kun cho'qim azod qilamiz, mustaqillikka erishimiz ve vatanimizga qaytib xalqimiz bilan birga hayitlarni tabriklaymiz. Hammamizning Qurban hayitimizga tekrar mübarek olsun.